486 ming yevroga shinalar uchun tender e'lon qilingan. Keling ko'ramiz. Men bu buyurtmani tzoni.uz saytidan topdim. Mana ko'rishingiz mumkin. 486.255 yevro. Bu yerda bir nechta turdagi shinalar kerak ekan. Yetkazib berish muddati 50 kun. Buyurtmachi Uz Classic Agro tashkiloti hisoblanadi. Bu buyurtmada ishtirok etish uchun zalog summasi 0, ya'niki hamma kirib ishtirok etishi mumkin. Agarda siz kontrakt yutib oladigan bo'lsangiz, 30% avans sifatida sizni hisob raqamingizga o'tkazib berishadi. Bu tovarni men ChatGPT orqali zapros berdim, kerakli texnik zadaniyalar yozdim. Eng optimal bo'lgan shinani Xitoydan topdim, $425. Ya'niki qancha foyda qoladi? Bu yerda tender e'lon qilingan 486 ming yevroga e'lon qilingan, 320 mingga tushar ekan. Sof foyda, ya'niki toza qoladigan foyda $178 ming ni tashkil etadi. Bu buyurtmada siz ham hech qanday sarmoyasiz ishtirok etsangiz bo'ladi. Bu haqida batafsil ma'lumotni bepul vebinarda olasiz. Pastdagi ссылка orqali ro'yxatdan o'ting.